Xpeng kompaniyasi o'zining nisbatan hamyonbop Mona liniyasidagi ikkinchi model Mona L03 Coupe uslubidagi krossoverni bozorga olib chiqmoqda. 5 eshikli ushbu avtomobil gibrid yoki to'liq elektr quvvat qurilmasi bilan taklif etiladi. Mona bu Xpeng tarkibidagi alohida model qatori bo'lib, u nisbatan arzon narxdagi elektrlashtirilgan avtomobillar uchun ishlab chiqiladi. Ushbu liniyaning ilk modeli to'liq elektr Xpeng Mona M03 liftback bo'lib, u 2024-yilda taqdim etilgan edi. Endilikda Xitoyda ushbu oilaning ikkinchi vakili Xpeng Mona L03 Coupe uslubidagi krossoveri rasman namoyish etildi. Taqdimot davomida modelning komplektatsiyalari va dastlabki narxlar e'lon qilindi. Ayni paytda Xitoydagi rasmiy dilerlar yangi krossover uchun buyurtmalarni qabul qilishni boshlashdi. Aprel oyida Xpeng kompaniyasi subbrendining ikkinchi modeli Mona L03 krossoverini sertifikatlashtirdi. Shundan so'ng avtomobil haqida bir qator tizerlar e'lon qilindi. Endilikda esa uning tashqi ko'rinishi, saloni va texnik tavsiflari to'liq oshkor qilindi. L03 xaridorlarga kuzovning 5 ta rang variantida taklif etiladi. Xitoy standartlari bo'yicha ham Mona L03 nisbatan ixcham krossover hisoblanadi. Uning uzunligi 4650 mm, kengligi 1920 mm, balandligi 1600 mm, g'ildirak bazasi 2850 mm ni tashkil etadi. Xpeng kompaniyasining rasmiy press-relizida ta'kidlanishicha, kupe uslubidagi krossover xalqaro dizaynerlar jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan. Loyihada 2024-yildan buyon Xpeng dizayn markazi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritayotgan Juanma Lopes rahbarlik qilgan. U avvalroq jumladan Ferrari va Genesis kompaniyalarida ham ishlagan. Shunga qaramay, Xpeng Mona L03 ning old qismi dizayni M03 modeli uslubida ishlangan. Krossover silliq old qismi va T shaklidagi optik chiroqlarga ega. Old bamperning pastki qismida faol havo panjaralari o'rnatilgan. Orqa chiroqlar esa butun eni bo'ylab cho'zilgan yagona yorug'lik paneli ko'rinishida ishlangan. Bu jihati bilan u liftbackdan farq qiladi, chunki M03 modelida orqa chiroqlar ham T shaklida edi. Bundan tashqari krossover yarim yashirin tutqichli romsiz eshiklar hamda panorama shisha tom bilan jihozlangan. Krossoverning yukxona hajmi 539 litrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun Mona M03 liftbackning bagaj hajmi 600 litrga teng. M03 singari kupe uslubidagi krossover ham to'liq elektr versiyada taklif etiladi. Elektr modifikatsiyada old qismida qo'shimcha 102 litr hajmli yuk bo'limi mavjud. Yuqorida qayd etilganidek Mona L03 gibrid yoki to'liq elektr versiyada taqdim etildi. Gibrid variantida kapot ostida 95 ot kuchiga ega 1,5 litrli benzin dvigateli o'rnatilgan. Asosiy harakatni 249 ot kuchiga ega elektr motor ta'minlaydi. Ushbu versiya faqat old g'ildirakni tortish tizimiga ega. Tortish akkumulyatorining sig'imi 37.2 kWh bo'lib, u faqat elektr quvvatida taxminan 250 km masofani bosib o'tish imkonini beradi. To'liq elektr versiya ham old o'qqa o'rnatilgan 249 ot kuchiga ega elektr motor bilan jihozlangan. Biroq uning akkumulyatori gibrid variantiga qaraganda ancha sig'imli bo'lib, ikki xil varianti taklif etiladi. Birinchisi 56 kWh bir zaryad bilan 550 km gacha yo'l bosadi. Ikkinchisi 69 kWh bir zaryad bilan 650 km gacha masofa bosib o'tadi. Gibrid va elektr versiyalarning og'irligi deyarli bir xil. Gibrid versiya 1920 kg bo'lsa, elektromobil 1935 kg ga teng. Har ikkala modifikatsiyaning maksimal tezligi 180 km/s ni tashkil etadi. Salon dizayni zamonaviy va minimalistik uslubda ishlangan. Mona L03 ichki qismida ixcham old panel va ikki qavatli markaziy tonel o'rnatilgan. Old panel va barcha eshiklarning ichki qoplamalari 256 rangli ambient yoritish bilan bezatilgan bo'lib, bu salonning zamonaviy ko'rinishini yanada boyitadi. Interyerda deyarli barcha boshqaruv elementlari sensorli tizimga o'tkazilgani sababli jismoniy tugmalar juda kam. An'anaviy uskunalar paneli o'rniga proyeksion displey qo'llanilgan. Markazda diagonali 15.6 dyuym bo'lgan sensorli multimedia ekrani joylashgan. Multimedia tizimi sun'iy intellekt asosida ishlaydi. L03 ning old yo'lovchi o'rindig'i massaj funksiyasi va nol gravitatsiya rejimi bilan jihozlangan bo'lib, uzoq safarlarda yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Qo'shimcha jihozlar qatoriga 99% gacha ultrabinafsha nurlarini to'suvchi panoramali shisha tom, fazoviy surround ovoz texnologiyasiga ega premium audio tizimi va silliqlangan metall panjaralar ortiga o'rnatilgan 20 ta dinamik kiradi. Shuningdek, krossoverning standart jihozlari ro'yxatiga elektr yuritmali yukxona eshigi, old o'rindiqlarni isitish va shamolatish tizimi, 2 zonali iqlim nazorati va simsiz smartfon quvvatlash moslamalari mavjud. Qimmatroq komplektatsiyalarda esa yanada rivojlangan haydovchiga yordam beruvchi ADAS elektron tizimi bilan jihozlanadi. Hozircha Xpeng Mona L03 ning gibrid kupe krossoveri uchun Xitoyda 22.104 dan 23.875 dollargacha narx, to'liq elektr versiyasi esa 21.219 dan 24.465 dollar narx etib belgilangan.
L03 krossoverining Xitoy bozoridagi rasmiy savdosi iyul oyida boshlanishi rejalashtirilgan. Kompaniya yangi modelning narx hamyonbop bo'lishiga va'da qilmoqda. Bunga asos sifatida Mona M03 Liftback'ni keltirish mumkin. U o'z sinfidagi eng arzon modeldan biri bo'lib, Xitoyda taxminan 17.400 AQSh dollari sotuvida chiqarilgan. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, iyul oyi o'rtalarida boshlanadigan rasmiy savdolar startidan so'ng avtomobilning haqiqiy sotuv narxlari dastlab e'lon qilingan narxlardan ham pastroq bo'lishi mumkin.